Haqiqiy qulupnayli belgiyskiy jem tayyorlaymiz. Haqiqiy belgiyskiy jem quyuq silliq teksturali bo'lib, bir vaqtning o'zida ham shirin, ham nordon bo'lib, tabiiy va sifatli fermer sariyog'lari bilan nonushtangizni yanada mazaliroq va zavqli qiladi. Belgiyskiy jem uchun nordon va och qizil rangli qulupnay sortlaridan foydalanamiz. Pektinni shakar bilan aralashtirib olib, jemni pektin yordamida quyultirib olamiz. Pektin quyultiruvchisi jelatinga o'xshab hayvonlardan tayyorlanmaydi. Pektin bu 100% tabiiy quyultiruvchi bo'lib, oddiy mevalardan tayyorlanadi. Pektin quyultiruvchisini jelatin va agar-agardan farqi aynan pektin jemni xuddi pastasimon silliq teksturada quyultirib beradi. Pektin shakar qulupnayni blender yordamida pyure qilib olib, limon sharbatidan qo'shib, past olovda orada tez-tez aralashtirib turib qaynatishni boshlaymiz. Jem past olovda qaynashni boshlagandan so'ng yana 5 daqiqa davomida qaynatib, olovni o'chirib ko'piklarini suzib olamiz. Bonka va qopqoqlarni sterilizovat qilib, qopqoqlarni yaxshilab yopib, ag'darib o'rab qo'yamiz. Keyingi videoda turli xil kokteyl va shirinliklar uchun qulupnayli topping sirop tayyorlaymiz. O'tkazib ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi.